Mulkdor bo'lish og'ir mas'uliyatdir. To'plangan mol-mulkning hisob-kitobi o'ta qattiq, shiddatli bo'ladi. Alloh taolo mol dunyoga ega qilgan insonlar harom yo'llar bilan qo'lga kiritilgan mulk va boylikning qattiq azobi, halol topilganining esa hisobi borligini aslo unutmasliklari lozim. Zotan moli dunyo bir vaqtni o'zida ham ne'mat, ham mas'uliyat, ham rohat, ham azobdir. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: